Magistrom do'stlar, sizlar bilan Bo'ron Gamer va bugungi videorolikdaman o'zimga ulkan kattakon ferma bambuk qurmoqchiman. Keyin ko'ramiz qancha olib keladi bunaqalarni. Xo'sh, hozir shunday. Bilmadim, lekin menimcha narsalarim yetmaydi deb o'ylayman. Chunki вообще katta ekanda o'ylaganimdan. Hozir bir nech 1 3 4 5 qavatli ekan. Charlie. Xo'sh, unda kelinglar, mana shu fermamni qurib oling. Keyin hammasini o'zim sizlarga ko'rsataman, obzor qilaman. Keyin soatiga qancha olib kelishini ham yoki daqiqasiga qancha olib kelishini ham hisoblashim kerak. Bunaqalar. Do'stlar, mana shu почти qurib bo'ldim. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda 3 ta, mana bu yerda esa bitta. 1 2 общий 5 ta qator ekan. Shu 5 qavat. 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20. Normalniy 20 bo'lsa, bu yerda yana hozir yana 3 ta qurishim kerak. 3 ta shunaqadan. Общий 7 ta bo'ladi. 7 ni 5 ga ko'paytirsa 35. Demak 35 dan bo'lar ekanda. Mana shunaqalardan. Keyin hali qancha kelishini ham hisoblashim kerak. Mana bu yerga AFK akkaunt qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Shunday qilib videoni tugatsam bo'ladi. Hammaga xayr do'stlar. Like bosinglar. Yana kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr.